Fohishani ko'rganmisizlar? Yuzida rangni ko'rganmisizlar? Siz bilmaysiz uni fohishaligini. Yuziga shunday qarasizda, "Bu rangi g'alatida" deysiz. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu davrida bir kishi kirib keldi majlisga. Ikkinchisi keldi, uchinchisi, to'rtta, 5 ta odam o'tirgandan keyin Usmon ibn Affon aytayaptiki, "Hozir majlisimizga ko'zida bir zino asorati bilan bir odam kelib o'tirdi. Ya Amiral Mu'minin, payg'ambardan keyin vahiy kelyaptimi?" dedi. "Qayoqdan bildingiz?" dedi. "Mo'minning farosati" dedi. E'tibor beringlar-da. Aroqxo'r odamning yuzida qanaqa rang bo'ladi? Gunohni tinmasdan qilayotgan odamlar yuziga qaranglar-da, alomatlari bor. Gunoh inson yuziga qarolik, qalbiga zulmat olib keladi, rizqiga tanglikni olib keladi. Masalan, aytinglarchi, shu aroq ichishlik nihoyatda urf bo'lgan xalqlarning ichida ham tinmay aroq ichadigan odamni kim yaxshi ko'radi? U mo'minlar orasida emas, shu aroq oddiy narsa bo'lgan odamlar ishida. O'sha fohishabozlik bilan shug'ullangan odamni kim yaxshi ko'radi? Gunoh inson yuziga shunday qarolikni olib keladi. Toatdan mahrum bo'ladi. Gunohni ko'p qilgan odam toat ibodat. Fohishani ko'rganmisizlar? Yuzida rangni ko'rganmisizlar? Siz bilmaysiz uni fohishaligini. Yuziga shunday qarasizda, "Bu rangi g'alatida" deysiz. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu davrida bir kishi kirib keldi majlisga. Ikkinchisi keldi, uchinchisi, to'rtta, 5 ta odam o'tirgandan keyin Usmon ibn Affon aytayaptiki, "Hozir majlisimizga ko'zida bir zino asorati bilan bir odam kelib o'tirdi. Ya Amiral Mu'minin, payg'ambardan keyin vahiy kelyaptimi?" dedi. "Qayoqdan bildingiz?" dedi. "Mo'minning farosati" dedi. E'tibor beringlar-da. Aroqxo'r odamning yuzida qanaqa rang bo'ladi? Gunohni tinmasdan qilayotgan odamlar yuziga qaranglar-da, alomatlari bor. Gunoh inson yuziga qarolik, qalbiga zulmat olib keladi, rizqiga tanglikni olib keladi. Masalan, aytinglarchi, shu aroq ichishlik nihoyatda urf bo'lgan xalqlarning ichida ham tinmay aroq ichadigan odamni kim yaxshi ko'radi? U mo'minlar orasida emas, shu aroq oddiy narsa bo'lgan odamlar ishida. O'sha fohishabozlik bilan shug'ullangan odamni kim yaxshi ko'radi? Gunoh inson yuziga shunday qarolikni olib keladi. Toatdan mahrum bo'ladi. Gunohni ko'p qilgan odam toat ibodat